Assalomu alaykum Vodiy fasl obunachilari. Xudo xolasa mana Namanganning Chush shahriga 250 kvadrat Dovsvet mramorniy fasadni plitkamizdan va 35 kvadrat большой sokilimizdan yuklanish jarayoni ketyapti. Ustalarimiz bugun ertamanda yo'lga chiqarib, ustalar ishni boshlab bo'lishdi. Reykalardan tortib hamma yoqdan tayyor holatda ishni boshlashdi. Mahsulotimizni mana reykalarni to'qigunlarigacha yetkazib borish berish uchun mana birinchi reys yukimiz yo'lga chiqish jarayonida. Xo'p, agar mahsulotimizni tarkibi 100% betondan, sho'r bosmasligiga 20 yil kafolati bor. Buni bitgan tayyor holatlarini ko'rib kuzatib boryapsizlar. Ishimiz sifatiga o'zingiz bitta baho berasizlar. Hamma shopirga ham ishonolmaymiz. Sababi nimada desa, mana shunday mahsulotlarimizni ponalar bilan mahkamlanadi. Yo'l-yo'lakay ham bir qator qarab ketish kerak va shuni sharoitini qilib beradigan o'zimizga yaqin bo'lgan Isuzu, Mercedes akalarimizga aloqaga chiqamiz. Hamma kelgan shopirga ham mana men keldim, yuklab ketay desa ishonib topshirib olmaymiz. Buni o'ziga yarasha mas'uliyati, sabablari bor. Agar sizlarga ham shunday mahsulotlarimizdan kerak bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa cheklanmagan ob'yomda vodiy bo'ylab ustalarimiz bilan birgalikda borib montaj qilib berib, to'laqonli bitkazib berib kelamiz. Xudo xolasa hozir borib o'zimizdan birgalikda borib sizlarga bitgan holatini do'pposli qilib video joylaymiz. Mana xudo xolasa yuklarimizni ham yuklab bo'ldik. Birgalikda mana tunika qismlari, atkos qismlari uchun tunika fonlari ham mana jo'nab ketmoqda. Xudo xolasa mana shunday sifatli tarzda yuklangan.